Assalomu alaykum azizlarim, yaxshimisizlar, tuzimsizlar, charchamay yuribsizlarmi? Sizda bugun ismaloqli somsa va mis go'shtli somsa. Buni biz yeymiz, buni ham biz yeymiz. Prosta buni nima deydi, sog'inib yeyamiz, oyijonman. O'zimiz xohlab qo'yamiz. Bunaqa somsani qizim yemagani uchun bunaqa go'shtli ham qiling dedilar. Buni katta qizimga qo'yaman. Mana bu yerda somsam pishib chiqdi-da, mana qavatlarni qo'y yog'iga qildim. Yana jicha qizdirsam qisir bo'lib chiqardi. Unaqa qizdirmam, lekin qavatlarni qaraylik, ochilib chiqqanini, yog'i ko'proq bo'lib qolgani hisobiga bunaqa qavat ko'p kelgan. Mana bunaqa ochilib qoldi, lekin mazasi zo'r chiqibdi. Bitta list qildim, hozir go'shtliga pishyapti. Qani endi hozir shu qizga qarab turaman, bitta odamcha bo'lsa edi. To'polonchi bo'lgan rasa. Biz уже boshqa xamirga o'tdik, boshqa zivalarga, narigi zivalam tugadi. Hozir xayol bilan bilmasdan ko'k somsaga ham sedana bostiryapman-da ustiga. Yarimi shunaqa bo'lib qoldi. Borada qizalog'immi? Baribir bo'lmadi, tinmadi. Qaynsinglim olib kelib ketdilar, uni uxlatgani, o'sinim ketgan edilar. Ana, xayol bilan yarimiga sedana bosyapman. Kimdir kunjut, kimdir sedana, xullas hammada har xil atalar ekan. Hozir Instagramda o'tiribman, tanishim o'zimni. Anaqa. Yankasi bo'lganda uyda. Prosta takka bitta oilani hayotini biz tashagan, o'qitib tashagan. Hattan bilgan bu o'qituvchi desa, men bu telefoniga SMS kelib qolganmi? Короче, полный SMSlarni topib olganda, screenshot, videolari hammasini olgan. Uni uyida anaqa kameralari bo'lgan. Chunki bar bola nozik narsa, yankaga tashagandan keyin kuzatib turish kerak, hamma ham qanaqa qaraydi deb o'ylaydi. Xullas oxir-oqibat butun boshli hayotini buzgan, eri bilan o'rtasiga suvchilik tushirgan, eri hozir boshqasiga uylanyapti. Xullas bo'lmasa yosh qiz, qancha 30 ga ham bormagan, erga tegmagan, turmush qurmagan qiz bo'lgan yankasi. Havas. U qizni ko'rsatib havas qilasiz. O'ziga yarasa ухаживание, yaxshi uyda yashaydi, yaxshi yeb ichadi. U havas o'rniga hasad ketganda. Mana endi rosa o'qitib tashlagan, Alloh o'zi jazosini bersin. Kim nima qilsa ham. Xo'p, o'zi ko'k somsa edi, yarimi boshqacha bo'lib qoldi. Bu xamirim boyagindek emas. U xamirim qo'y yog'iga bo'lgandi. Aniq esimda, bitta xamirimga qo'y yog'i qiluvdim. Bu margaringa bo'lgan. Mana. Hozir bu yerda och ko'rinyapti, o'zi qizarib chiqqan. Yana qo'y yog'iga bo'lgani uchun mana bunaqa ochilib chiqqan. O'zi oyijonga shunaqalar yoqadi. Go'shtli somsa bu oyijonni zakazlari Muzayyanaga. Katta qizim ismi Muzayyana. Uni joni dildan ortiq sevadilar qaynonam. Unga atdeni somsa qiling dedilar, go'shtligidan. O'zimiz ham yeymiz. Faqat ko'k somsa emas, demoqchiman. Kecha atalar qilib berganlar, bugun atalar ichamiz. Kechagadan ozgincha qoluvdi. Bugun atalar bilan ko'k somsa, go'shtli somsa yeymiz, xudo xohlasa. Buni ustiga hech narsa surmayman. Tuxum ham surmayman, shakarli suv ham hech narsa surmayman. Hozir agar o'xshasa mamlarini anaqa qilaman. Ustiga durda surib tashlayman. Men bularni ustiga sura olmasam kerak. Xayol bilan ketdi bular. Somsalarim pishib bo'ldi. Bu yerdan kartoshka qaynataman, turmush o'rtog'imga pyure. Bu yerda atalarni isitib endi qo'ydim. Mana bunaqa kompot ochdim, mix ekan. Mazasi menga eng yoqqan tomoni shirasi o'rta shira. Juda shirin emas, me'daga tegib ketadigan, keyin past emas. Shundan ochdim. Pyureni ustiga mana bunaqa qilib moroznikka solib qo'yganman, tayyor pishgan bu уже.
Shunda pyurening ustiga to'rttadan qo'yib beraman. 2 mahal yedili. Tuxum to'rtta zavtraklariga tarvuz oldim. Ojon kelishlariga olib qo'ydim. Chunki tarvuz yeydilar ular. Shunaqa bu yoqda somsa. Bu yoqda mana turib kechagi osh bilan qilgan qattu salatimiz, zviravoy somsa bilan yeyishga. Mana. Qaymoq. Kompotimiz. Mevalari bilan soldim. Bir chiroylikkina bo'lib turibdi. Shunaqa. Sizlarni ham bolanglar shunaqami? 10 minut, 15 minut, 20 minut uzog'i yarim soat qilib turadi. Yarim soat qilib turadi. Hozir pechenye yeyapti, galetni. Xullas kelinglar ovqatga. Mana xo'jayinim ovqatlarni ham tayyorlab qo'ydim. 2 mahal ertalab obed bilan ujinlari ishxonada yeb keladilar. Pyure bilan 4 tadan koklet, 4 ta tuxum bu zavtraklariga mana bunaqa perekuska solaman. Yong'oq bilan mayiz. Hozir qizim bozorga olib chiqib, spitsiyani buvisini bog'chadan chiqqanda jo'xori olib bering debdilar. Zo'rg'a topib oldim. Kech bo'lganda, lekin shokolad xurmo, chaqalog'imga banan. Xullas shunaqa endi ujin atalar bilan somsani stolga tortamiz. Mana bu qo'y yog'iga bo'lgan xamirida. Somsamiz atalamiz. Qo'y yog'iga bo'lgan xamirda. Kelinglar.